alaykum, hurmatli o'quvchilar. Online speaking intermediate kursimizga xush kelibsizlar. Hop, quyidagi speaking darslarimiz sizlar uchun quyidagi muammolaringizni hal qilish uchun tashkil qilinyapti. Hop, qaysi muammolar endi? Muammolarimizdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi o'rinda ko'pchilikda bo'ladigan holat, deylik, studentlar 70% grammarni, 80% grammarni o'rganib qo'ygan holatda ham haliyam grammardan foydalangan holatda, deylik, ingliz tilida speakingni gapira olmaydi bemalol. Yoki bo'lmasa, ikkinchi muammoyimiz ko'pchiliklarda uchrab turadigan, deylik, speaking ingliz tilida gapirishdan uyalish yoki bo'lmasa, hop, ingliz tilida gapirsa ham fluent gapira olmaslik, ya'ni to'xtalish bilan yoki bo'lmasa, deylik, ora-orada pauz bo'lib qolishlari, yetarli grammar yoki vocabulary'ni topolmaslikdan kelib chiqadigan holatlarni bartaraf qilish uchun tashkil qilinyapti. Ho'p, endi onlayn darslarimiz taxminan 10 tacha darsdan iborat bo'ladi. Bugun birinchi darsimizni boshlayapmiz. Ho'p, darsimizni boshlaydigan bo'lsak, Part 1 savollariga javob berishda doim 3 ta asosiy sentens bo'lishi shart. Avvalambor speakingimizda doim part 1, part 2, part 3 questionlarimiz bo'ladi. Ho'p, endi shulardan part 1 bilan boshlaydigan bo'lsak, part 1 savollariga javob berishda doimo 3 ta sentens bo'lishi shart. Bu qanday sentenslar? Hop, sentenslarimizni ko'radigan bo'lsak, hop, birinchi sentensimiz direct answer to the question, ya'ni savolga to'g'ridan to'g'ri javob berish. Hop, endi bu qismda berilgan savolni yaxshilab eshitib tushunib, doim speakingda to'g'ridan to'g'ri aynan o'sha savolga javob berish. Hop, keyingi narsa explanation developing direct answer, ya'ni bergan javobimizni tushuntirib berish. Hop, undan tashqari bizda uchinchi qismimiz providing relevant information or example for your answer. Ya'ni o'zingizni bergan javobingizga mos tushadigan misol yoki bo'lmasa shunga taalluqli ma'lumot berish. Hop, bu strukturamizni yana pastda part 1 questionlarga javob berishni ko'rib chiqayotganimizni yana ko'ramiz. Hop, endi hop, strukturamizni boshlaydigan bo'lsak. Hop, speaking part 1imizda har xil savol turlari bor. Deylik, bugun ko'radiganlarimiz free time activities haqidagi savollarimiz. Hop, endi bu savollarga keladigan bo'lsak, bu yerda chap tomondagi ustunimizda birinchi savolimiz what do you do in your spare time? Ya'ni bo'sh vaqtingizda nimalar qilasiz yoki bo'lmasa how do you spend your free time? Bo'sh vaqtingizni qanday sarflaysiz? Yoki bo'lmasa what are you busy with when you are free? Ya'ni bo'sh bo'lgan vaqtingizda bu ham nimalar bilan band bo'lasiz degan savollarimiz bor. Endi bu uchala savolimizda ham asosiy maqsad bo'sh vaqtingizda nima qilishingizni aniqlash. Xo'p, endi bu holatda biz savollarga javob berayotganimizda, hop, bu yoqda qaraydigan bo'lsak, grammatika degan joy bor birinchi ustunimizda. Sizlar uchun yozib qo'yilgan. Bu yoqda hop, aynan shu savolga javob berish uchun bu grammar usuli, bularni yodlab olishingiz kerak. Undan tashqari, o'ng ustunga qaraydigan bo'lsak, example 1, example 2, example 3, example 4 and example 5. 5 ta example'imiz bor. Aynan mana shu savollarimizga javob berilayotganda 5 xil holat keltirilgan. Lekin hammasida I prefer reading, I prefer listening, I prefer watching, ya'ni bir xil grammatika foydalanilgan. Endi sizlar hop, aynan shu grammar yodlab olib, aynan shu bo'sh vaqtingizda nima qilasiz degan savolga javob berayotganda aynan shu grammardan doim foydalansanglar bo'ladi. Endi grammarimiz bilan tanishadigan bo'lsak, hop, prefer plus verb plus ing, ya'ni prefer fe'lidan keyin, ya'ni prefer bu afzal ko'rmoq degan ma'noni anglatadi. Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz desa, men bo'sh vaqtlarimda nimadir qilishni afzal ko'raman demoqchi bo'lsak, prefer dan foydalanishimiz kerak. Endi prefer fe'limizda undan keyin kelayotgan fe'lga doimo ing qo'shishimiz shart. Ya'ni prefer o'zidan keyin gerundni talab qiladi. Xo'p, endi lekin prefer dan keyin to verb qo'yilsa ham xato bo'lmaydi. Endi to prefer plus verb plus ing dan foydalangan holatda javob berishni ko'ramiz. Xo'p, endi bu yoqda biz ikkita grammatik strukturamizdan foydalanganmiz. Birinchisi bu prefer plus verb plus ing va ikkinchisida ranging from to, ya'ni dan tortib gacha deb tarjima qilinadi. Ranging from ya'ni nimadirdan boshlanib, to nimadirgacha. Deylik, bo'sh vaqtlarimda kitob o'qishni yoqtiraman.
Hop deylik, fictiondan tortib non-fictiongacha yoki tarixiydan tortib zamonaviy kitoblargacha deb aytmoqchi bo'lsak, quyidagi prefer va ranging from strukturasidan foydalansak bo'ladi. Hop, endi example answerlar ko'rib chiqamiz. What do you do in your spare time? Endi bu savolga javob berayotganimizda birinchi example'ga qaraymiz. I prefer reading books whenever I'm free from work. I read different types of books ranging from fiction and to non-fiction. Ya'ni men bo'sh vaqtlarimda kitob o'qishni yoqtiraman. Ishdan bo'sh vaqtimda kitob o'qishni yoqtiraman. Men turli xildagi kitoblarni o'qiyman. Fictiondan tortib non-fiction bukulargacha. Hop, endi sizlarga xuddi shu darsligida ko'rayotganda darsdan so'ng xuddi shu faylni tashlab qo'yaman. Endi example'larni ko'rib, example'dan foydalangan holatda har bir example'ni 5 martadan o'qib, audio sifatida yozib turib, talaffuzingiz eshitishda maslahat beraman. Agar o'zingiz talaffuzingizdagi xatoliklarni aniqlamasangiz, menga jo'natishingiz kerak. Keyingisiga qaraymiz. Example 2 ga qaraydigan bo'lsak, I prefer endi bu yoqda reading bookdan almashyapti listening to musicga. Ya'ni bo'sh vaqtimda, ishdan bo'sh vaqtimda qo'shiq eshitaman demoqchi bo'lsak, I prefer listening to music whenever I'm free from work. I listen to different types of music ranging from classical to work. Biz ham xuddi shunday ikkita struktura foydalanyapti. Bu yoqda birinchisi prefer plus work plus ing va ranging from to. Endi bu strukturani siz ham foydalansangiz bo'ladi. Qachonki sizga xuddi shunga o'xshash bo'sh vaqtingizda nima qilasiz degan savol bo'lib qoladigan bo'lsa, aynan shu strukturadan foydalanishingiz mumkin. Hop, endi example 3. I prefer watching movies whenever I'm free from work. I watch different types of movies ranging from action to dramas. Ya'ni men qachonki bo'sh bo'lgan vaqtimda doimo movie ko'rishni afzal ko'raman. Bular ichida hop turli xil kinolarni tomosha qilaman. Actiondan tortib dramagacha. Hop, example 4 ga I prefer playing computer games when I am free from work. I play different types of games ranging from action to sport games. Endi bu yoqda men bo'sh vaqtlarimda kompyuter o'yinlarini o'ynashni afzal ko'raman. Men turli xildagi o'yinlarni actiondan boshlanib sport game'largacha bo'lgan o'yinlarni, turli xil o'yinlarni o'ynayman degan ma'noda javob berilyapti. Example 5 ga qaraydigan bo'lsak, hammasi bir xil struktura ishlatilyapti. Prefer endi yonida whenever I'm free from work va oxirida ranging from strukturasi ishlatilyapti. I prefer talking to my friends on social media whenever I'm free from work. We talk about different things ranging from social issues to relationships. Endi bu yoqda aytilyaptiki, men bo'sh vaqtlarimda social mediada do'stlarim bilan gaplashishni afzal ko'raman. Biz turli xil narsalar haqida gaplashamiz. Jamiyat muammolaridan tortib munosabatlargacha degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, bu yoqda ushbu savolga javob berayotganda foydalangan strukturamiz prefer verb ing va ranging from to. Hop, endi bulardan foydalangan holatda siz ham xuddi shu savolga javob berayotganda, xuddi shu bizni 5 ta example'imizga o'xshab turib answer tayyorlab olishinglar kerak va o'sha answerlarni menga audio sifatida yozib jo'natishinglar kerak. Hop, endi ikkinchi question'imizga qaraydigan bo'lsak, endi bu ozgina o'zgarish bo'lgan question'imizda what do you do at the weekends? Ya'ni dam olish kunlarida nimalar qilasiz? Hop, endi bu savolga javob berishda bizda boshqacha grammatika ishlatilyapti. Endi grammatikalar bilan tanishadigan bo'lsak, let plus somebody plus do something. Ya'ni bu qachon ishlatiladi desa, bu let plus somebody do something. Ya'ni kimdirga nimadir bajarishga ruxsat berish degan ma'noni berish uchun ishlatiladi. Hop, endi keyingi grammar ishlatadiganimiz bu that's why. Bu shu sababdan. Bu linking word, ya'ni bog'lovchi vosita. Tepadagi deylik bergan javobimizga pastdagi ya'ni support ikkinchi sentenceimiz support qiladigan sentence, ya'ni tushuntirib beradigan qismimiz taalluqliligini tepadagi javobimizdan kelib chiqayotganligini ko'rsatib beradi. Xo'p, endi asosan sabab berish holatlarida ishlatsak bo'ladi. Xo'p, example 1 ga qaraydigan bo'lsak, xuddi shu struktura ishlatilyapti. I let myself. Demak, letdan keyin somebody o'rniga myself qo'yilgan, ya'ni men
Endi bu yoqda example keltirayotganimiz I let myself relax at the weekends. That's why I hang out with my friends. We go to different places ranging from cafes to parks. It's a very nice way of having fun. Hop, endi bu yoqda qaraydigan bo'lsak, letdan keyin men o'zimga somebody o'rniga o'zimga ruxsat beraman dam olishni. Ya'ni dam olish kunlarda men o'zimga dam olishga ruxsat beraman. Shuning uchun men hang out, ya'ni hang out ma'nosi bu har xil deylik kafellarda yoki bo'lmasa kimdir bilan birga vaqt o'tkazish yoki ko'chalarda vaqt o'tkazish degan ma'nolarda ishlatiladi. Ya'ni spend time ma'nosida ishlatiladi. I hang out with my friends, ya'ni birga do'stlarim bilan vaqt sarflayman shuning uchun va biz turli xil joylarga boramiz. Ya'ni ranging from strukturasi ishlatilyapti. Ya'ni bu example berishda ishlatsak bo'ladi. Ranging from cafes to parks. It's very nice way of having fun. Ya'ni bu ya'ni hop, qiziqarli vaqt o'tkazishning yaxshi bir yo'li degan ma'noda javob berilyapti. Endi ikkinchi examplemizga qaraydigan bo'lsak, I let myself relax. Yana xuddi shu struktura ishlatilyapti. Men o'zimga dam olish kunlarida ruxsat beraman. That's why I play outdoor games with my friends. We play different team games ranging from football to basketball. It's very nice way of having fun. Ya'ni men o'zimga dam olish kunlarida dam olishga ruxsat beraman. Shuning uchun men tashqarida o'ynaladigan o'yinlarni do'stlarim bilan o'ynayman. Biz turli xil jamoaviy o'yinlarni o'ynaymiz. Futboldan tortib basketbolgacha va bu having fun qilishning ajoyib bir usuli. Hop, endi davom etadigan bo'lsak. Example 3. I let myself relax at the weekend. That's why I stay at home and cook meals. I can cook various meals ranging from pasta to noodles. Endi bu holatda men dam olish kunlarida hop, uyda qolaman va o'zimga dam olishga ruxsat beraman. Shuning uchun men uyda qolaman va meal, ya'ni ovqatlar pishiraman. Endi bu example asosan qizlarga tushadi. I cook various meals ranging from pasta to noodles. Men turli xildagi hop, meals, ya'ni ovqatlarni pishiraman. Example sifatida pastadan noodlesgacha, ya'ni makarondan lag'mongacha. Noodles bu lag'mon, pasta bu makaron. Example 4 ga qaraydigan bo'lsak endi I let myself relax at the weekends. That's why I watch movies. I watch different types of movies ranging from action to dramas. Endi bu yoqda yana xuddi shu struktura ishlatilyapti. Men o'zimga dam olish kunlarida ruxsat beraman. Endi davomida mana shu qanaqa qilib dam olishni aytyapmiz. That's why orqali shuning uchun I watch movies. Men kinolar ko'raman. Men turli xildagi kinolarni tomosha qilaman. Example beryapmiz endi ranging from yordamida ranging from action, ya'ni harakatli filmlardan tortib dramagacha. Example 5 ga qaraydigan bo'lsak, I let myself relax at the weekends. That's why I go fishing with my family members almost every Sunday. It's very nice way of having fun. Men o'zimga dam olish kunlarida dam olishga ruxsat beraman. Shuning uchun ham men oilam bilan, oila a'zolarim bilan birga deyarli har yakshanbada baliq ovlashga boraman. Endi mana shu joyda every Sunday qilinmagan, sababi hech qachon ish harakat doimiy sodir bo'lmasligi mumkin. Absolute, ya'ni 100% qilib qo'ymaslik uchun ko'pincha boramiz degan ma'noda almost qo'shib qo'yilgan. Endi oxirida aytilyapti yana having fun qilishni ajoyib bu usuli bu deb javob beryapmiz. Xo'p, endi keling deylik biz murakkablashtiramiz ozgina example berayotganda va ishlatayotgan so'zlarimizni biroz o'zgartiramiz. Xo'p, endi qaraymiz. I prefer reading books whenever I'm free from work. I read different types of books ranging from fiction to non-fiction. Birinchi examplemizga qaytadigan bo'lsak, endi buni ozgina I find it intriguing to read books whenever I have some spare time. It helps me let my hair down. I read different types of books, ranging from fiction to non-fiction. Endi bu yoqdagi deylik oddiy usulda bergan javobim sal pastroq leveldagi vocabulary ishlatilgan bo'lsa, endi biz ozgina vocabulary bilan kuchaytirdik answerimizni ko'radigan bo'lsak, men reading booksni hop endi intriguing, ya'ni hop qiziqarli deb topaman. Ya'ni bo'sh vaqtimda o'qishni afzal ko'raman. Mana shuni yaxshi ko'raman degan ma'noda aytilyapti va let my hair down, ya'ni bu menga dam olishga yordam beradi degan ma'noda ishlatyapmiz. Let my hair down bu relax degan ma'noda kelyapti bu yoqda. Turli xil fiction va non-fiction kitoblarni o'qiyman deb example beryapmiz. Endi example 2'mizni ham xuddi deylik let my hair down idiomasini qo'ydik. Endi bu idiomamiz ma'nosi rest degan ma'noda ishlatiladi.
Hop, ikkinchi example'ga qaraydigan bo'lsak, I prefer listening to music whenever I'm free from work. I listen to different types of music ranging from classical to rock. Endi bu holatda ham vocabularylarimiz deylik murakkabroq holatga o'zgartiradigan bo'lsak, hop, ko'rgan bo'lsak, o'zgarish asosan listen to music helps me to unwind. That's why whenever I find some spare time, I listen to my favorite songs. Hop, o'zgarish unwindga o'zgarindi. Endi bu holatda bu ham dam olish degan ma'nolarga kelyapti. Hop, davom etadigan bo'lsak yana sing along bu sing together, ya'ni sing along yolg'iz qo'shiq kuylash, sing together birga kuylamoq degan ma'nolarda ishlatyapti. Hop, endi vocabulary'larimizga qaraydigan bo'lsak, general free time activitiesga taalluqli vocabulary'lar. Endi free time activity haqida tushadigan savollar tashlab qo'yaman. Har bittasiga tepadagi strukturalardan foydalangan holatda javob tayyorlashinglar kerak. Hop, free time activity'ga vocabulary'larimizni ko'radigan bo'lsak, go to the cinema, ya'ni sinemaga borish. To see Hollywood blockbuster movies, Hollywood movies from India. Cartoons, animated films. You can also say go to the movies. Ya'ni filmlar ko'rishda go to the cinema vocabulary'sini ishlasak bo'ladi. Ya'ni free time activity'da nima qilish to'g'risida gapirganimizda go to cinemadan foydalansak bo'ladi. Hop, watch TVga keladigan bo'lsak, bu turli xil TV dasturlarini tomosha qilish degan ma'noda ishlatiladi. Spend time with family, oila bilan birga vaqt sarflash va go out with friends, ya'ni do'stlarimiz bilan birga vaqt o'tkazish. Surf the internet, ya'ni internetda onlayn deylik turli xil vazifalar bajarish, video ko'rish, veb-saytlarga kirish yoki bo'lmasa o'zingiz videongizni yasash va uni qandaydir ijtimoiy tarmoqqa yuklash, qandaydir ma'lumotlarni o'qish, o'rganish, Google'dan foydalanish, hammasi surf the internet bo'ladi. Va keyingisi play video games. Turli xil o'yinlarni o'ynash, ya'ni bo'sh vaqtda qilinadigan mashg'ulotlarga kirgizsak bo'ladi. Bundan tashqari play a musical instrument, ya'ni deylik bo'sh vaqtlarda kimdir piano, gitar, violin, cello, flute, piano kabi deylik turli xildagi musical instrumentlardan agar deylik olib turib bahra oladigan bo'lsa, aynan shu vocabulary ishlasak bo'ladi. Listen to music, ya'ni qo'shiq tinglash. Hop, read bu kitob o'qish, turli xil kitob turlari ham berilgan xuddi shu joyda. Hop, buni ham tashlab qo'yaman. Bularni o'rganib, answerlarga tayyorlashinglar kerak. Savollarni ham tashlab qo'yaman. Write. Many people like to write in their diary. Another name for diary is journal, ya'ni write, yozmoq. Endi yozish ichida deylik, diary, kundalik yozish, she'r yozish, novel yozish, letter yozish, short story yozish, turli xil yozishlarni aytsangiz bo'ladi bo'sh vaqtda qilinadigan ishga. Go to park, ya'ni xuddi buni ichida you can go to park alone, yolg'iz parkka borish, oila, do'stlar bilan birga piknik qilish yoki bo'lmasa o'sha joyda uxlash, dam olish, vaqt o'tkazish kabi holatlar keladi go to the park. Endi go to cultural locations and events. Madaniyat nuqtalariga yoki qandaydir tadbirlarga borish ham bo'sh vaqtda qilinadigan example'lardan bittasi bo'lishi mumkin. Hop, endi bu yoqda yana concerts, plays, musicals, dance recitals and opera performances, bular hammasi cultural event hisoblanadi. Hop, endi go shoppingga qaraydigan bo'lsak, endi go shopping ichiga nimalar kiradi desa, turli xil katta do'konlarga borish, xarid qilish, kiyim olish, buyum, qandaydir gadjet olish, hammasi bu go shoppingga kiradi. Bu turli xildagi food, ya'ni mahsulotlarni tayyorlash, pishirish, non yopish, hammasini cook sifatida aytsangiz bo'ladi. Endi study something, nimadirni ilmiy izlanish qilib, yangi deylik skill yoki bo'lmasa cooking yoki nimadir yasashni o'rganish, hammasi tarixni o'rganish ham study bo'ladi. Arts and crafts. And there are many arts and crafts that you can learn and practice. You can paint, draw, sew. Endi bu yoqda art and crafts, ya'ni deylik qandaydir jewelry yasash, uynechi yoki bo'lmasa qandaydir haykaltaroshlik, tikish, shunga o'xshash mashg'ulotlar and art and crafts haqida gapirsak bo'ladi. Endi bo'sh vaqtda qilinadigan ishlardan yana bittasi gardening, ya'ni gul ekish, vegetable o'stirish yoki bo'lmasa deylik bog'larni sug'orish, shunga o'xshash hammasi bu gardeningga kiradi. Exercise and play sport, ya'ni exercise qilish va sport bilan shug'ullanish. Hop, bu ham bo'sh vaqtda qilinadigan mashg'ulot bo'lishi mumkin. Hop, endi bugungi lesson one'imizda aynan shular edi. Demak, bugun biz free time activity savollariga javob berishni o'rgandik. O'rgangan grammatikamizni har bittasidan qaytarib, yaxshilab example'larimizni har bittasini iloji bo'lsa 5 martadan o'qinglar va undan keyin
man tashlab qo'yadigan savollarga quyidagi vocabulary'lar va grammatikalardan foydalangan holatda javoblar tayyorlashinglar kerak.